Ko'rmam. Sen yaxshi ko'rgan, haqiqiy sevgiga arziydi deb o'ylagan Ibrohim aka. Mana mashina bo'ladi. Tilla bola haqiqiy sevgiga arziydigan, oila qurishga, farzandlaringning otasi bo'lishga arziydigan bola mana mashina bo'ladi. Ko'rdinglar? Muhimi to'ydan oldin bildik hammasini. Shunga xursand bo'lsang-chi. Ha? Yoningdami? Menga qara yana boshladingmi? Adem bilsa nima qiladi? Adem bilsa nima qiladi? Pulni chuncha pulga oladdan sana. Mana o'ylamadingmi? Adem bilsa nima qiladi? Adem bilsa nima qiladi? Adem bilsa nima qiladi? Biz o'yladingman deganimda. Ademga nima deyman? Men o'ylamadim. Men o'ylamadimmi? Menga qara. Men Senor bilan gaplashdim. U hali ham seni sevadi. Tushundingmi? Mana ishlaring bilib qolmasdan to'y qilamiz. Tushundingmi? Tushundingmi? Bolam ey, bolam bir oz o'tir mening yonimda. Katta qasrda chiroyli malika yashagan ekan. U malika qovoqxonadagi qayoqda bitta alkash yaxshi ko'rar ekan. Malikani bo'lsa bitta askar yigit sevar ekan. Malika bilasanmi kimni tanlab? O'sha alkashchi. Va umrini oxirigacha qilgan tanlovidan afsuslanib yashab o'tibdi. Bitta gap aytaymi? Yig'lasang yana ham chiroyli bo'lib ketar ekan.